Diqqat qiling, O'zbekneftgaz xodimlari maoshi 10% ga oshiriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. O'zbekistondagi yirik davlat kompaniyalaridan biri O'zbekneftgaz tizimida ishlovchi xodimlar uchun muhim yangilik e'lon qilindi. Qarorga ko'ra 2026-yil 1-apreldan boshlab kompaniya tizimidagi korxona va tashkilotlarda ishlovchi xodimlarning ish haqi 10% ga oshiriladi. Maosh oshirilishi quyidagi yo'nalishlar bo'yicha amalga oshiriladi. Birinchisi lavozim okladlari, ikkinchisi esa tarif stavkalari, ya'ni xodimlarning asosiy ish haqi 10% ga ko'tariladi. Ushbu qaror 32 mingdan ortiq xodimni qamrab olishi aytilmoqda. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, ushbu qaror quyidagi maqsadlarda qabul qilingan: xodimlarning turmush darajasini yaxshilash, ularning moddiy manfaatlarini himoya qilish, mehnatga rag'batni oshirish. Shuningdek, qaror kompaniyaning moliyaviy imkoniyatlari va ishlab chiqarish ko'rsatkichlari asosida qabul qilingani ta'kidlangan. Agar ayrim korxona yoki tashkilotlarda 2026-yil uchun tarif stavkasi avvaldan oshirilgan holda tasdiqlangan bo'lsa, ularga ushbu qo'shimcha 10% ga oshirish qo'llanilmaydi. Bu o'zgarish O'zbekneftgaz tizimida ishlovchi xodimlar uchun muhim yangilik hisoblanadi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.